Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum muhtaram azizlar. Bugun juma ma'ruzasi uchun suhbat mavzumiz to'y qilish odobi degan mavzu. Sezib turganingizdek, hozir mana mavsum to'y ma'raka marosimlarimiz ko'paygan munosabati bilan shu haqidagi dinimizda ko'rsatmalarini xudo xolasa aytib o'tamiz. Muhtaram azizlar, xalqimiz orasida ming yillardan beri davom etib kelayotgan qadimiy an'analarimiz bor. Shulardan biri turli to'y va ehson marosimlaridir. Hozirgi kunda nikoh to'y bilan bog'liq tadbirlar, aqiqa, mayit haqqiga ehson qilish kabilar eng ko'p uchraydi. Bugungi suhbatda shu marosimlarni o'tkazish tartibi va odoblariga to'xtalamiz. To'ylarning asl mohiyati jamiyatga biror yangilikni e'lon qilishdir. Ehson marosimlari esa ko'pincha vafot topganlarni eslab ularga savob yetkazish maqsadida o'tkaziladi. Agar shu ikki tadbirlarni risoladagidek o'tkazsak, savobga erishamiz. Lekin kibr, manmanlik, isrof aralashib ketsa, aksincha savoblarimiz gunohga aylanib ketishi mumkin. Maqsad e'londa. Endi shu e'lonni qanday qilishga biz imtihonda turibmiz. Agar shuni shariat ko'rsatgandek qilsak, savob bo'ladi. Lekin shariatdan chiqsak, bu endi gunohga aylanib ketadi. Dinimizda nikoh munosabati bilan to'y qilish mustahab amal. Hatto ba'zi hadis shariflarda to'y munosabati bilan xursandchilikka dalolat qilgan ishlarga ham ruxsat berilgan. To'y mustahab deyapti, eshityapsizmi? Hech kim to'y qilmasa ham gunoh bo'lmaydi. Umuman gunoh bo'lmaydi. Lekin to'y qilsa savob oladi. Shu ishlar agar shariat andozasida bo'lsa-da. Lekin shariat andozasidan chiqsa har qanday ish endi gunohga aylanib ketadi. Namoz ham agar shariat andozasidan chiqsa gunohga aylanib ketadi. Namoz. Payg'ambarimiz o'qib ko'rsatgan, biz hozir o'qib turgan shaklimizdan boshqachaga aylanib ketib qolsa. Mana shiyalar 3 vaqt namoz o'qiydi. Namozlarini ko'rsangiz, umuman tartiblari boshqacha. U yerda namozdan boshqa gaplar ko'p aralashib ketib qoladi. U ham namoz o'qiyapti, savob qilyapti emas, u gunoh qilyapti ular. Xuddi shunday to'ylar ham shariatdagi hukm mustahab deganimiz qachon mustahab bo'ladi? Shariat andozasida bo'lsa, mustahabga berilgan savobni olamiz. Dinimizda nikoh munosabati bilan payg'ambarimizlar uylanganlarida o'zlarining holatlaridan kelib chiqib oddiy va isrofsiz to'ylar qilganlar rivoyat qilinadi. Hazrat Anas radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis sharifda payg'ambarimiz shunday buyuradilar. Nabiy alayhisolatu vasallam Xaybar bilan Madina orasida 3 kun turdilar va Safiya bint Huyaga uylandilar. Men musulmonlarni valimaga, to'yga da'vat qilib keldim. Unda non ham, go'sht ham yo'q edi. U zot Hazrat Bilolga charm dasturxonlarini yozishga amr qildilar. Ularning ustiga xurmo, qurt, sariyog' tashlandi. U zotning valimalari shundan iborat edi. Buxoriy rivoyati. Ya'ni payg'ambarimiz uylanyaptilar Safiya onamizga. Safiya onamiz bu bir qabilani katta qabilani rahbarining qizi bo'ladilar. Shuni uylandilar Xaybar kunisi. O'shanda to'yni holini ko'ryapsizmi? Xurmo, qurt, sariyog'. Chunki non bilan go'sht bo'lmaganda, topilmagan, iloji bo'lmagan topishdi. Mana shuni yo'q bo'lgandan keyin, ya'ni boricha yo'q holicha deydi-ku. To'y shunaqa bo'lishi kerak. Mana shu hozir qo'lida nima bo'lsa, shuni berish kerak. Lekin uni yillab, yig'ib, terib 2 soatda sochib olish kerak emas. Bu nima emas bu? Savob emas. Bu aqlli odamning ham ishi emas. Demak, shu hadisda nimani o'rganamiz? To'y qilish imkon qadaricha bo'lish kerak. Ya'ni imkoniyat qadaricha bo'lish kerak. Mana hadisda aytilgan narsalar xurmo, sariyog' va qurtlar demak go'sht va non topilmagani sababli o'rnini bosuvchi narsa sifatida tortildi. Buni hamma tabiiy qabul qilgan, hech kim e'tiroz bildirmagan, ma'lumot ham qilmagan. To'y haqida yana bir boshqa hadis keladi. Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu ta'ala anhu Nabiy alayhisolatu vasallam huzurlariga kirdilar. U kishida sariq rangning izi bor edi. Nabiy alayhisalom Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhudan bu haqda so'radilar. Bu nima dedilar? Bir ayolga uylandim deb xabar berdilar.
Shuni payg'ambarimizdan qancha mahr berdingiz dedilar. Danak vaznicha tillo berdim dedilar. Shuni payg'ambarimizlar bir qo'y bilan bo'lsa ham to'y qiling dedilar. Bir a'lin walau bishatin dedilar. Bir qo'y so'yib e'lon qilib qo'ying dedilar. Bu hadisda katta ibratlar bor. Birinchisi, eng katta ibrat. To'yni hamma bilish kerak emas. Shart emas. Abdurrahmon ibn Avf 10 ta jannatga kirgan sahobalarni tirik payti jannat bashorati kelgan sahoba. Ya'ni Rasulullohdan ajrimay yurgan inson deganim. Shu kishi aytmay to'y qilardi, uylanib oldi. Bizga birov aytmasa, nimaga meni aytmading deb o'pka qilishimiz o'rinli emas ekanda. Biz shundan qo'rqib o'z katta to'y qilamiz-da. Palonchi qolib ketmasinlar, palonchi qolib ketmasinlar deb kattalashib ketyapti to'ylarimiz. Ana qarang, Abdurrahmon ibn Avfday katta ulug' zot payg'ambarimizday zotni to'yga aytmay uylanganlar. Payg'ambarimiz nega meni to'yga aytmading demayaptilar-ku. Qancha mahr berdingiz? Shar'iy tomonni so'rayaptilar. Ana keyingi ibrat nima bu hadisdagi? Abdurrahmon ibn Avf kimlar deb so'rasangiz, vafotlaridagi u kishi qoldirgan meros tilla hisobida qolgan, taqsimotda hozirgi kundagi tillani vazniga hisoblab pulga chaqsak, dollarimizga chaqsak 527 milliard dollar bo'ladi. Mana shu kishi shunaqa to'y qilyapti. Danak vaznicha tilla berib uylanib olyapti. Hech kim bilmayapti. Hatto Rasululloh bilmayaptilar to'yni. Demak, u anavi men katta boyman, endi men oshirib, toshirib qilishim kerak degan gap yo'q ekan. Ani oshirib, toshirib qilish kerak bo'lsa, shu zotlar qilish kerak edi. Ya'ni ularda pul haqida muammo yo'q edi. To'y qilaman desalar. Uchinchi ibrat, bu hadisda olinadigan ibrat, bir to'y qilib, bir qo'y so'yib dedilar. Ana bitta shar'iy to'yda chegarasini unda belgilab berdi. Bir qo'y so'yib e'lon qilib qo'ying dedilar. 527 milliard dollar puli bor odamga. Bitta qo'y so'yib dedilar. Bitta qo'y so'yib e'lon qilsak nechta odam yediramiz? 50 ta, 100 tadir. Mana. Yana shu eng nima odam, to'q odamga shu tavsiya berildi. Yana bir o'rnak bo'ladigan to'ylardan biri Hazrati Ali va Fatima radhiyallohu ta'ala anhumoning to'ylari edi. To'y kechasi Janob payg'ambarimizlar Hazrati Aliga qarab, "Ey Ali, kelinga bir to'y ham qilish kerak" dedilar. Shunda Sa'd ibn Muaz radhiyallohu ta'ala anhu, "Menda bir qo'chqor bor" dedilar. Ansoriylar bir guruhlar bir necha soat jo'xorini jamlab kelishdi. Ana o'sha narsalardan to'y ziyofati uyushtirildi. Hazrat Alining qarindoshlari bu hodisani katta xursandchilik va marosimini nishonlashdi. Kuyovning amakisi Hamza ibn Abdul Muttolib radhiyallohu anhu ikkita jonliq so'yib, Madinaliklarga ziyofat ham berdi. Jami 3 ta qo'y so'yildi-da. Kimga so'yilyapti endi? Payg'ambarimizning eng kichkina qizlari, eng suyukli qizlari, yonlarida boyagi 527 milliard dollar puli bor odam turibdi. Payg'ambarimiz. Mana bu to'y qilib yuboraylik desalar, 10 ming kishini aytib to'y qilib yuboradilar. Misol, bitta ishoralariga qarab o'tiribdi-da. Lekin Hazrat Alining o'zlariga aytdilar, "Nima to'y qilamiz?" deb so'radilar, maslahat qildilar. Hazrat Alining o'ta kambag'al, o'ta qashshoq inson ekanligini hamma biladi. Shuning uchun darhol yonlaridagi do'stlari nima qildilar? Ora kirib, Sa'd ibn Muaz, "Men bitta qo'chqor beraman" dedilar. Qo'chqor so'yaman dedilar. Ya'ni Hazrat Alini xijolatdan chiqarmoqchiday bo'lyapti. U kishi endi. Va ansoriylar bir necha so degani xo'p 10-15 kilo orasida bo'ladi. Jo'xori topib kelishdi, shuni pishirishdi. Boyagi go'shtga qo'shib. Mana shu bilan to'y o'tdi mana bir qo'chqor bilan. Lekin Hazrat Hamza ibn Abdul Muttolib bu kishi endi ham payg'ambarimizga, ham Hazrat Aliga amaki bo'ladilar. Shuni xursandchiligi ikkita qo'y so'yib, yana qo'shimcha mehmonlarni kutib kuzatib yubordilar. Hazrat Alining to'yini hisobidan deb mana. U kishi ham o'z ixtiyori bilan qildilar, u majburiyat yuzasidan emas edi. Ana shu nikohda payg'ambarimizlar qizlariga ba'zi uy jihozlaridan hadya qildilar. Hazrat Ali aytadilar: "Jahhaza Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Fatimata
fi khamilin va qirbatin va wisadati adimin hashvuha liful izkhiri. Imom Ahmad rivoyatlari. Janob payg'ambarimizlar Fatima radhiyallohu anhoni turmushga berayotganlarida quyidagicha jihozladilar. Bir parcha mato, qatifa deb nomlangan mato, bir charm idish, qirba suv solish uchun va bir teri yostiq. Ichiga izhir o'simligining tolasi tiqilgan edi. Mana shu u zotni barakotning seplari edi. Fatima onamizmi? Fatima onamizlar jannat ayollarining sayyidasi. Mana shu kishiga shunaqa sep qilindi. Ba'zilar Fatima onamizga ham sep qilgan ekanlar payg'ambarimizlar deb o'zlarining hozirgi bitta kiyani sotib qilayotgan seplarni oqlamoqchi bo'ladi-da. Mana shuning uchun biz ham sunnatga amal qilyapmiz deb. Unaqa bo'lmagan. Ana ota minib turgan, kun ko'rib turgan, Yandexda ishlab turgan ana mashinasini sotib sep qo'yapti-da. Keyin ishsiz qolyapti, uyda o'tiryapti. Bunaqa sep bo'lmagan, mana sepda ahvol. Lekin bu hadisdan bizga bitta o'rnak bor, ya'ni foyda bor. Ota o'z ixtiyori bilan imkoniyati qo'lidagi bor narsadan hadiya qilishi mumkin qiziga degan. Lekin u bizning holimiz emas-da bu. Mana kecha bir oila keldi, oilasi ajrashish arafasida ekan. Kelinga gram qilib bermagan onang, parda qilib bermagan deb azob berar ekan. O'zi qashshoq, otasi yo'q bo'lsa, kelindi. 3 ta qiz onaizorda. Onaizor o'zi nima? Buyragi xasta, ishlay olmaydi. Bir kun ishlasa, 2 kun kasal yotadi. Uy yo'q, ijarada yashaydi mana. Mana shu onaizorga endi mana shu yuk qo'yilyapti-da, gilam qilib bermadi. Keyin qo'shnisidan qarz olib, gilam olib bergan ekan, 1.700.000 mingga. U endi shu pulni to'la olmay, bechora ana ko'chaga bir narsalar olib chiqib, supir-sidir qilib bir joylarda olib, ham ovqatiga bo'lmay, xullas ana pulni yarmini to'labdi-da zo'rg'a. Qo'shnisi kelib endi bo'g'ib turib olgan pulimni topib berasan deb. Ha bechora yordam so'rab ketdi keyin. Ya'ni mana shu endi aslida mana u kuyovlar urib ketganda, ya'ni uylanayotgan yigit avval hamma xarajatni, hamma sharoitni qilib keyin uylanishi kerak edi-ku o'zi asli. Lekin bu shu xarakterga aylanib, kuyovlar ham ana ayollarga qo'shilib olib, kelinligidan narsa kutadigan yoki kelgan narsani taftish qiladigan holga kelib qoldi. Lekin baribir ham mana shu bu gaplar endi boshqalarga yetkazish uchun sizlarga aytilyapti. Lekin masjidga kelgan yoshlarga rahmat. Ishimizda yaxshi yigitlar ko'payibdi ekan. Men avval ham aytib berdim shekilli, ana televideniyega, radioga borsam, televideniya radioni syomka qilyapti ekanda. O'sha hozir gapirasiz dedi, radioga ham ketaveradi, shuni televideniyaga olamiz dedi-da. Shunda 2 kishi tursak, 3-kishi keladi, hozir keyin boshlaysiz dedi. 3-kishi keldi. Bir opa hokimiyatdan ekan u kishi. Kelib, siz masjidda ishlaysizmi dedi. Ha, masjidda ishlayman desam, rahmat sizga dedi. Ha, tinchlikmi? Nima menga rahmat desam, yaqinda to'y qildim, 100 ming so'm xarajat qilmadim dedi. Qiz chiqardim dedi. Qanday bo'ldi bu desam, kuyovim men masjidga boraman jumaga, jumada domla tayinlagan. Kelin tomonga qatiyan xarajat qildirish to'g'ri emas ekan deb ishonsangiz 100 ming so'm pulim ketmadi qiz chiqarishga dedi. Faqat shu qizim uydagi kiyim bilan chiqib ketdi. Hamma xarajatlar u to'ylar faqat men mehmon bo'lib, kuyovga borib yurdim faqat. Shunday xijolat bo'lar ekan deydi. Qani o'rganib qolganda xarajat qilyapti. G'alati o'ziga erish tuyulib ketganda boyagi opani. Deganimiz, ya'ni shu masjidga kelgan yigitlar qulog'iga gap kirib, shunga amal qilganlariga Xudoning rahmati yog'ilsin. Ana shular inshaalloh baxt iqbolda hayot kechirsin shu yigitlar. Mana gapni olganlariga rahmat shu yigitlarga. Men shunga dedi, hamma imomlarga rahmat deb aytib yuribman dedi. U qaysi masjidga borganini bilmayman dedi. Ya u gapni hammamiz aytamiz dedi. Buni abadiy aytib kelyapmiz. Faqat qulog'iga olgan yigitlarga rahmat. Shu kuyovingiz yaxshi yigit ekan deb haqlariga duo qilib qo'ydik shu yigitga.
Mana shunday. Demak, bu hadisda ma'lum bo'layotgani, kelin otasi o'z ixtiyori bilan kelinga nimadir hadya ulashsa durust. Biroq bu dabdabaga aylanib, kuyov tomon kelin tomonni xarajat qilishga majbur qilmasligi bilan shart qilinadi. Samimiy duo, kichik ziyofatni o'tkazilish kerak bo'lgan nikoh marosimlari afsuski bugungi kunda isrof va dabdababozlik avj olgan tadbirlarga aylanib qoldi. Respublika bo'yicha birga nikoh to'yiga qilinadigan 1 yillik sarf xarajatlar hisob-kitob qilib chiqilganda o'rtacha 40 trillion so'mni tashkil qildi. Bu 1 yillik hisob. Endi buni yillarga ko'paytirsak, qanday pullar ketyapti to'yimizga? Jamiyatimizda ildiz otayotgan tadbirlardan yana biri sifatida sunnat to'yini aytishimiz kerak. To'g'ri, dinimizda xatna sunnat ekani barchaga ma'lum va bu uchun ziyofat qilib berish ham bor, ammo bu ziyofat farz yo vojib emas, balkim ayrim sahobalarning odatlari bo'lgan xolos. Bu ziyofat hozirgi kunda avj olganidek dabdababozlik bilan emas, balki tor doirada kamtarona dasturxon yozib o'tkazilgan. O'zi dinimizda bor narsani qilyapmiz, lekin dinimizda boshqa talablarni buzib qilyapmiz-da. Xatna qilinganmi dinimizda bormi? Ha, bor. Nikoh bor. E'lon qilish bormi? Bor. Shuni endi naryoqdagi boshqa talab bor edi, isrof qilmanglar degan talabni buzib qilyapmiz. Keyin nima bo'lyapti? Boyagi gunohga aylanib ketib qolyapti. Xatna to'yida qarindoshlar quda tomon turli majburiy sovg'alar olib kelishi, toy bezatib kelish, buqa olib kelish kabi noto'g'ri odatlar paydo bo'ldi. Aynan shu majburiyatlar tufayli qanchadan qancha oilalar jabr ko'ryapti. Dinimizda hadya ulashishga targ'ib qilingan, ammo bu chin yurakdan hamda beruvchiga malol kelmasdan amalga oshirilishi kerak. Shunday bo'lsa, kuyov tomonga yuboriladigan buqalarni hadya deb bo'lmaydi. Chunki bu narsa oshkora yoki zimdan qilingan talab yoki kelin tomonidan odamlardan uyalib, qizim xijolat bo'lmasin deb qilayotgan qo'shtirnoq ichidagi sovg'asi. Kuyov tomonning kelin tomonga bunday talablar qo'yishi dinimiz talablariga zid. Qolaversa, chin ko'ngildan berilmagan narsada baraka bo'lmaydi. Payg'ambarimizlar Imom Ahmad rahimahulloh rivoyat qilgan hadisda shunday buyuradilar: La yahillu malu mri'in muslimin illa an tibi nafsihi. Musulmon kishining moli boshqaga halol emas, faqat o'zi rozi bo'lib ko'nglidan chiqarib bersagina halol bo'ladi. Shunday bo'lsa, bunday ishlarga chek qo'yaylik. Agar qilmoqchi bo'lsa, kuyov tomon imkon darajasida o'zi qilsin, agar imkoni bo'lmasa, qaynotani zimmasiga yuklamasin. Qo'lingizdan kelsa o'zingiz qiling. Lekin anavi qaynisingillar, amma xolalar kelinni burab, otangga aytib qo'y, "Men uni qilib kelsin" deb yoki ishida qilmay kelgan kelinni ertaga kun bermay, nima? Otang qilib kelmagan, olib bermagan, beshik bermagan deb bir umr rangini chiqarmay yurish umuman na insoniylikka, na musulmonchilikka to'g'ri kelmaydi. Shu yerda bitta gap bor endi. Ibrohim akamiz qizini chiqardi. Ya'ni Xudo aytdiki, qizi farzandli bo'ldi. Mana bo'lgan voqeani aytyapman sizga. Keyin Xudo aytdiki, nevara meniki, ma'rakani men qilaman, kelib mehmon bo'lib keting dedi. Aqiqa qildi. Beshik to'y deb aqiqa qildi. Ibrohim aka hamma narsani o'zi nevarasiga olib bergan. Ya'ni qudasi, yigit tomon. Lekin Ibrohim aka boyagi ayollarda qizimiz uyalib qoladi, keyin biz quruq boramizmi Xudonikiga deb bir kamas sovg'a oldi Ibrohim aka. Badavlat odamlar, xullas bir kamas sovg'a bilan bordi. Xudo hech narsa qilib kelmang, mehmon bo'lib keting deganmida, rahmat Xudo deb hamma sovg'ani tushirib oldi. To'ylarni chiroyli o'tkazdi. Ertasi kuni bitta kamas olib kelib, yuklab Xudonikidan kelgan bitta gugurtni olmasdan qaytarib jo'natib yubordi. Yo'q, hech narsa qilmang desa, Xudo bir narsa qilib kelsa, indamay qabul qilib olavermaylik-da. Mana shuni qaytarib yuborsak, ana keyin to'xtaydi bu ishlar. Bo'lmasa mana shu kelin tomonga yuk, kelin tomonga anavi xijolat eldan kam bo'lmaylik degan narsa davom etaveradi. Buni kimdir qachondir to'xtatmasak, haddimizni oshib ketyapmiz borgan sari. Hurmatli azizlar, barchamizga ma'lum, dinimizning asos qoidalaridan biri barcha ishlarda isrofdan saqlanish.
Islom ta'limoti isrof mol mulk yoki Alloh tomonidan berilgan ne'matlarni shar'an ruxsat etilgan me'yordan ortiqcha sarflashdir. Bu holat tabiiy resurslarni sarflash, taomlanish, ichimlik iste'moli, kiyinish va boshqa shu kabi turmush sohalarida ham yuzaga chiqishi mumkin. Alloh taolo taborak Qur'oni Karimda A'rof surasida Bismillahirrohmanirrohim kulu vashrobu va la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin deydi. Yeng, iching, ammo isrof qilmang. Zero Alloh isrof qiluvchilarni suymaydi deb aytadi. Endi qarang, yeb ichish isrof bitta yeb ichishda emas, hech narsada mumkin emas. Mana hozir jumadan oldin shu chiqayotsam bir yigit kirdi. Men ismim Akbar. Domla iltimos, men tahoratxonadan kelyapman hozir dedi. Mana ba'zi namozxonlar suvni ochib qo'yib tahorat qilishyapti dedi. Avvalgidek kran bo'lsa ekan, ikkita jo'mrak bo'lsa, uni issiq suv, sovuq suvni mo'ljalini olish qiyin deb turib ochib qo'yib qilsangiz-da endi. Hozir endi hamma narsa soddalashib ketdi-ku, osongina. Uni ko'tarsangiz chiqadi, o'zi yopsangiz. Ya'ni yangi namozxonlar bo'lishi mumkin. Shunga e'tibor qilaylik. Mana o'tgan jumalarda ham bir gapirdik shuni, isrofga ehtiyot bo'laylik. Chunki o'zi ibodatga kelyapmiz deb turib, isrof degan harom amalni qilib qo'yib, ibodatimiz savobini teshik xaltaga solib qo'yapmiz. Savoblarimiz kamayib ketadi, yo'q bo'lib ketadi deb aytish haqqimiz yo'q. Lekin ana shu masalalarga ehtiyot bo'laylik, ha? Mana shu suvda ham isrof bor, bu nimada ham isrof bor, chiroqda ham isrof bor, gazda ham isrof bor, hammasi kerak bo'lmasa uni ochib qo'ymaylik. Noto'g'ri foydalanmaylik. Harun ar-Rashidning bir nasroniy kuchli tabibi bor edi. Bir kuni u ulamolardan Ali ibn Husayn ibn Voqid rahimahullohga Qur'on kitobingizda tabobat xususida hech narsa yo'q. Vaholanki ilm ikki qismdan iborat. Biri din ilmi, ikkinchisi badan ilmi, ya'ni tibbiyot ilmidir deganda u zot unga javoban Alloh taolo tabobatning hammasini yarimta oyatga joylab qo'ygan deb ushbu oyatni o'qib berdilar. Yeng, iching, ammo isrof qilmang dedi. Mana yarimta oyat degan isrof qilmang degan. Shu oyatni yarmi ekan. Isrof qilmang dedi. Yeyishda isrof qilsangiz ham kasal bo'lasiz, ichishda isrof qilsangiz ham kasal bo'lasiz. Me'yorda bo'lish kerak-da. Mana hozir hamma nima ochlikdan emas, to'qlikdan aziyat chekib qanday ozaman deb butun shu ozdiradigan parhez dasturlarni izlab yuradi. Marafonlar. Nimadan desa to'qlikdan-da endi shu. Shularning hammasida nima yotibdi tagida? Hammasi kaloriyani kamaytirish, kamroq ovqat yeyish deyapman mana. Shu ko'p ovqat yeb o'zimizni mana shu semirtirib kasal qilib olganmiz. Mana shuni aytayaptilar. Demak, Qur'onda yarimta oyatda turibdi. Butun sog'liq masalasi. Yeng, iching, isrof qilmang deyapti. Yeganingiz ham, ichganingiz ham me'yorda bo'lsin deyapti Xudo. Demak, me'yorda yeb ichgan odam kasal bo'lmas ekanda. Hadis deydi. Tabib so'radi. Oyatda bu bor ekan deydi. Payg'ambaringiz nima deganlar deydi. Tabobat haqida gapirganmi deb so'radi. Shunda yo'q, sen noto'g'ri, hadisda hech narsa yo'q deyapti-da u. Payg'ambaringiz aytmagan tibbiyot haqida dedi. Vaholanki Tibbun Navaviy degan kitoblar bor, katta kitoblar. Payg'ambarimizning tabobatlari degan. Payg'ambarimizni bitta jumlaga joylashtirib qo'yganlar. Hamma tibbiyoti dedilar. Bu qaysi dedi? Payg'ambarimizlar oshqozon dardlar manbasi. Parhez barcha davoning boshi, badanni unga mos narsa bilan parvarish qilgan deb aytganlar dedi. Mana 3 ta jumlaga joyladilar. Parhez birinchisi, hamma davoni boshi. Oshqozon barcha dardlarning boshlanishi. Ya'ni oshqozonni me'yordan oshiq yuklama bilan yuklaymiz ki oshqozon bechora kasal bo'ladi. Shu hamma a'zolarga oshqozondan oziqa ketgandan keyin to'g'ri va egri oziqalar borgandan keyin kasal bo'ladi, nima bo'ladi? Uchinchisi nima ekan? Badanni o'ziga mos narsa bilan parvarish qiling. Sovuq o'tib ketgan bo'lsa isitish kerak, issiq o'tib ketgan sovutish kerak. Zo'riqib ketgan bo'lsa dam oldirish kerak, dam oldirib dangi so'p qolgan bo'lsa uni ishlatish kerak. Badanni o'ziga mos narsa bilan parvarish qil dedilar payg'ambar. 3 ta jumlaga joylab qo'ydilar butun tibbiyotni. Mana shu bilan tabib aytdiki, kitobingiz bilan payg'ambaringiz
Jolinus hakimga tabobatdan hech narsa qoldirishmabdi dedilar. Ya'ni Jolinus degan katta tabib o'tgan, ko'p kasallarni davolagan. U odam ish qolmabdi dedilar. Isrof asosan 3 ta ko'rinishda namoyon bo'ladi. O'sha oyatni tafsiri haqida gap ketayotganida isrofni Alloh taolo bizdan qaytardi. Birinchisi, eng yomon ko'rinishi, isrofning eng yomon ko'rinishi mol mulkni harom ishga sarflash. Ulamolar harom yo'lga sarflangan har qanday mol mulk isrofga kiradi agar arzimagan miqdor bo'lsa ham. Chunki bu noo'rin joyga sarflashdir dedilar. Bir tiyin bo'lsa ham harom ishga pul sarflash isrof. Eng yomon ko'rinish shu. Chunki shukr nima desa, ba'zi ulamolar aytishgan. Xudo bergan ne'matni Xudoga gunoh bo'ladigan o'ringa sarflamaslik. Endi isrof ayni gunohda, ayni harom ish. Xudo bergan rizqni mana shunaqa Xudo harom qilgan ishga sarflab qo'yapmiz. Ikkinchisi, isrofning ikkinchi ko'rinishi zaruriy ehtiyojlar qolib, zeb-ziynat va dabdabga pul sarflash ham isrof. Masalan, farzandlarning oziq-ovqati, kiyim-kechak va darsliklarga ehtiyoj bo'lib turganda Turkiyaga o'ynab kelaylik deb ketib oldingizda. Oxonaga uyda bolalar och, qishga kiyim olish kerak edi, o'qishga kontrakt to'lash kerak, siz Turkiyaga yuribsiz. Mana shu isrof. Ko'ngil ochar uchun ketasiz Turkiyaga. Bir ishni bitirib kelishga borsangiz mayli edi. Demak, mana shunday zaruriy ehtiyoj turganda boshqa narsalarga, ko'ngil ocharga bo'lar bo'lmasga pul sarflash ham isrof ekan. Bu kabi ishlar pulni xato sarflashga kiradi. Vaziyatga qarab harom yoki makruh hukmida bo'ladi. Imom G'azzoliy rahimahulloh harom darajaga yetgan isrofga quyidagini misol qilib keltiradilar. Tasavvur qiling. Masalan, qaramog'ida farzandlari bor kishi 100 dinor puli bor. Oilaning ehtiyojlarini ta'minlash uchun uning boshqa mablag'i yo'q. Shu odam pulini hammasini to'yga sarflab yuborsa, bu odam aniq isrofkor. Imom G'azzoliy misol qilganda shu. O'sha paytlar ham bor ekanda shu ishlar. Bugungi kunda isrofdan saqlanish hatto davlat siyosatining darajasiga ko'tarilgan masala bo'lib qoldi. Oqilona iste'mol dasturini amalga oshirish doirasida to'ylar, oilaviy tantana, ma'raka, marosim belgilangan tartibda o'tkazish yuzasidan tegishli hukumat qarorlari chiqarilmoqda. Biz masjidda domla aytsa ham, o'zimizning holimiz ko'tarmasa ham ta'sir qilmas ekanda bizga. Endi oxiri endi shuni hukumat endi aralashib shuni buyruq qilib, nima deydi? Qonun darajasida qilmasak bo'lmas ekan debdi degan hukumatimiz. To'g'rimi? Xususan milliy an'analarga yot, odob-axloq qoidalariga zid bo'lgan turli shoular, ortiqcha vaqt va xarajat talab qiladigan oilaviy tadbirlardan oldingi tadbir davomidagi undan keyingi qo'shimcha rasm-rusumlarni kuyov navkari, chorlar, ota ko'rdi, sep yoydi, quda chaqirdi, kuyov chaqirdi, kelin chaqirdi, tog'ora yubordi va hokazolarning o'tkazilmasligi yuzasidan doimo ogohlantirib kelinadi. Dinimizda ortiqcha sarfdan qaytarishga buyurilgan bo'lsa, davlatimiz ixcham shaklda o'tkazgin deb maxsus qarorlar qabul qilsa, asosiy masala kimda qolyapti? O'zimizda. Biz o'zimizni o'zgartirishimiz kerak ekan. Shunda jamiyat o'zgaradi. Qarang, qonun aytib tursa, dinimiz aytib tursa, qilmasak, demak, gap kimda ekan? O'zimizda ekanda. O'zimizni o'zgartirmagancha Xudo bizni ustimizga kelgan vaziyatni o'zgartirmaydi. Muhtaram azizlar, to'y ma'rakalarimizdagi ayrim yurtdoshlarimiz tomonidan yo'l qo'yiladigan dabdababozlik, isrof, ortiqcha hashamdorlik, shuhratparastlik kabi illatlar muqaddas dinimizda qaytarilgan amallar bo'lishi bilan birga jamiyat hayotida bir qator ijtimoiy-iqtisodiy oqibatlarni keltirib chiqaryapti. Bugun barchamiz to'ylarda dabdaba isrofga berilib, qarz botqoqqa botib qolayotgan, buning ortidan vatanini, oilasini issiq o'rin tashlab, ish izlab xorijiy mamlakatga chiqib ketib, sarson sargorlikda yurib, qarz uzaman deb sog'lig'idan xotirjam ayrilib, xonavayron bo'lgan oilalarga guvoh bo'lyapmiz. Bundan tashqari xalqimizning to'y qilishdagi o'zaro kim o'zar o'ynayotganini ko'rib, buning islom diniga qanchalik zid ekanini o'ylab ko'raylik.
unutmaylikki, to'ylar soddalikdan uzoqlashib, namoyishkoronlikka aylanib borgan sari og'ir bir yukka aylanyapti. To'ylarda Allohning roziligi o'rniga odamlar nima deydi degan tushuncha hukmron bo'lar ekan, rahmat o'rnini mashaqqat, muhabbat o'rnini nafrat, baraka o'rnini qarz egallaydi. Urf odat shunaqa degan bahonani keltirib, har narsa, hech narsa kam bo'lmasin degan o'y bilan qilingan ortiqcha sarf-xarajatlar oilalarni ham, yoshlarni ham oqibati og'ir bo'lgan muammolar girdobiga tortayapti. Albatta, isrof qiluvchilar shaytonlarning birodarlaridir degan ilohiy ogohlantirishga amal qilib, to'ylarimiz qatori barcha ishlarda mol-mulkni isrof qilishdan saqlanish, uni o'z o'rniga foydali tomonlarga sarflashni oson qilsin. Alloh taolo barchamizga isrofdan saqlanishni, hayotimizning har jabhasida mo'tadillikni lozim tutishni nasib aylasin. Amin. Allohu akbar.